sharti 0 elementning mavjudligi, 4-sharti esa qarama-qarshi elementning mavjudligi va ushbu tenglik orqali ko'rsatilgan. 5-sharti 1 element, ya'ni ixtiyoriy x sonini 1 ga ko'paytirganda yana o'zi hosil bo'lishi. 6-sharti demak, ushbu tenglikni qanoatlantiruvchi alfa beta sonlarini ushbu tenglikda ko'rsatilgan. 7-sharti alfa beta sonlar yig'indisini x elementga ko'paytmasi. 8-sharti esa x va y elementlarni alfa songa ko'paytmasi. Alfa beta bu yerda k maydondan olingan son, x y esa bu fazodan olingan elementlar hisoblanadi. Demak, ushbu yerda biz bitta misol ko'rib o'tamiz. Ya'ni haqiqiy sonlar maydonida o'zining chiziqli fazo sifatida tekislikdagi vektorlar to'plam vektorlarni qo'shish va songa ko'paytirish amallariga nisbatan chiziqli fazo tashkil etadi. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan 8 ta aksiomani bajaradi. Shuning uchun ham bu chiziqli fazoni tashkil qiladi. Ikkinchi misolimizda darajasi n dan oshmaydigan haqiqiy koeffitsiyentli barcha ko'pxatlar to'plami ko'pxatlarni qo'shish va songa ko'paytirish amaliga nisbatan ham chiziqli fazo tashkil etadi. Bu ham yuqoridagi 8 ta aksiomani bajaradi. Va keyingi misolimiz barcha n ga m tartibli matrisalar to'plami qo'shish va songa ko'paytirish amaliga nisbatan ham chiziqli fazo tashkil etadi. Demak, bu 3 ta misol yuqorida aytib o'tilgan 8 ta aksiomani bajarganligi uchun bular uchisi ham chiziqli fazo tashkil qiladi. Demak, ikkinchi tarifga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi tarifimiz ya'ni vektorlarning chiziqli bog'liqligi va chiziqli erkinligi to'g'risida. Demak, tarifni aytib o'tadigan bo'lsak, bizga ushbu yuqoridagi yig'indi va n dona vektor berilgan bo'lsin. Agar kamida bittasi noldan farqli bo'lgan alfa 1, alfa va hokazo alfa n'lar mavjud bo'lib, ushbu tenglik o'rinli bo'lsa, u holda x1 va hokazo xn vektorlar chiziqli bog'liq vektorlar deyiladi. Aks holda esa chiziqli erkli vektorlar deyiladi. Ya'ni kamida bittasi noldan farqli bo'lib qolsa. Masalan, isboti keltirilgan bu yerda, ya'ni vektorlar x1, x2 va hokazo xn vektorlar chiziqli bog'liq bo'lsin deb qaraladi va ushbu tenglikni yozish orqali koeffitsiyentini bittasini noldan farqli qilib tanlaymiz va bittasi noldan farqli bo'lsa, shu bittasi noldan farqlisini barchasini shu alfa 1 ga bo'lib yuboramiz va ushbu tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikdan umumiy ko'rinishdagi lambda i teng ushbu tenglik hosil bo'ladi va bizlar bu vektorlar chiziqli kombinatsiyasini ushbu ko'rinishda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Aks holda esa agar chiziqli kombinatsiyasi shaklida bunday ko'rinishda ifodalansa, bu tenglikdan x vektorlarning chiziqli bog'liq ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, demak, ushbu vektorlar sistemasi orasida 0 vektor bo'lsa, u holda bu vektorlar chiziqli bog'liq bo'ladi. Endi fazoning o'lchami tushunchasini kiritamiz. Demak, fazoning o'lchami deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni hozir biz chiziqli bog'liq va chiziqli erkli tushunchasini kirgizdik va fazoning o'lchovi tushunchasi ham bu tushunchalar bilan bog'liq. Ya'ni tarif sifatida keltiradigan bo'lsak, agar bu chiziqli fazoda n chiziqli erkli vektorlar mavjud bo'lib, bundan ortiq sondagi chiziqli erklar mavjud bo'lsa, u holda bu chiziqli fazo n o'lchamli fazo deyiladi. Demak, chiziqli erkli vektorlar soni fazoning o'lchovi sifatida olinadigan va uni bizlar ushbu ko'rinishda belgilaymiz ekan. Agar bu fazoda cheksiz ko'p chiziqli erklar bo'lsa, bu fazomiz cheksiz o'lchamli fazo deyiladi ekan. Mustaqil misol va mashqlar, demak, quyidagi savollarga javob yozishingiz yoki mustaqil o'qib o'rganishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.